Endi sabzavotlarimizni pomidor suviga tuzlaymiz. Kim qanaqa holatda tayyorlaydi? Kommentariyada yozib keting. Birinchi yaxshilab pomidorlarimizni yuvib olib, мясорубкаdan chiqarib olamiz mayda qilib hammasini. Va dokaga quyib, dokada suvini ajratib olamiz shunaqa siqib. Yaxshilab. Bizga suv kerak xolos. Va qaynatadigan qozonimizga pomidor suvimizni solib, gazga qo'yamiz. Miltillatib qaynatgani. Qo'yishdan oldin 2 osh qoshiq tuz, 4 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq olma sirkasidan qo'shib yengil aralashtirib oldim. Bankalarni sterillesh esdan chiqmasin qopqog'i bilan. Va sterillangan bankamizga hamma sabzavotlarni qo'yib chiqamiz. Men birin-ketinligida o'zimdagi bor sabzavotlardan qo'yib chiqdim. Bodring, pomidor, chesnok, qalampir, lavr bargi, bolgarskiy, karam, murchti donalari, to'ldirib hammasini solib chiqamiz. Ukrop soldim. Ukropni o'zim quritganman aytgancha. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqadi, asorti bo'lib. Va shunaqa bitta qaynab chiqqan tomat suvimizni bankamizga quyamiz issiqligida. Og'zini yengil yopasizlar, qattiq yopish shart emas. Va qaynatadigan idishimiz tagiga sochiq qo'yib, sochiq qo'ymaslar ham banka otib yuborishi mumkin. 25-30 minut ichida miltillatib qaynatib olamiz. Mana shunaqa chiroyli qaynab turishi kerak. Va shu yarim soatdan keyin olib, og'zini endi mahkam yopib, salqin joyga ustini adyol bilan o'rab, 2-3 kunga olib qo'yasizlar. Shu bilan 2-3 kunda tayyor bo'ladi. Xohlasanglar qishda ham eslang bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa like, komment esdan chiqmasin, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat.